obunachilar ovozim yaxshi eshitilmasa men bilan men qo'lga video olaman bugun, chunki mening YouTube kanalimda 15 ta obunachi bor. Bu ekan biz nishonlaymiz. Bu egani YouTube kanalimizda Minecraft 1.22 versiya ham o'sha chiqdi. Alisida ham 1.16 versiya. Hali ham yosh bolasanda. Barchaga assalomu alaykum. Bu video Minecraft haqida emas. Bu prosta tort tayyorlash retsepti haqida. 2 dona yirik xona haroratidagi tuxum, 1 chimdim tuz, 200 gramm oliy nav. Da bu hazil edi. Obunachilar, bolalar, qizlar, Minecraftda ham yangi versiyasi chiqdi va unga 50 dan ortiq narsalar qo'shildi. Stop, Discordga kirib ko'raylik-chi. Hoy bro, Minecraft yangi versiyasiga nimalar qo'shilgan bilasizmi? Yo, bilmayman. Bilmayman. Bilmas ekanman. Kimsiz? Men to'poyman-ku, bilmaysizmi? Bilmayman bunaqa narsalar. Yo'q, bilmayman. Bilmayman. Men ham bilmayman. Sizlardan so'rashga kirgandim. Obunachilar, mayli, hazilni bir chetga yig'ishtiramiz. Bu aslida jiddiy mavzu. 8 yil ortga qaytamiz. Bu Minecraft tarixidagi eng katta yo'qotish edi. Bir kuni bir bobo yoshligida o'lib qolibdi. Mayli necho, sizlar ham yangi versiyani qanaqaligiga qiziqib ketayotgan bo'lsalar kerak, a? Yangi versiyada yangi qo'rqinchli o'rmon. Bu yerning ismi esa Pale Garden, ya'ni rangpar bu. What the fuck? Kichkina xaltacha. Bu xaltacha ham menga juda yoqdi, chunki buning afzalliklari juda what? Yangi strukturalar. Poyezd tezlanishi. Sirli qo'rqinchli mob. Va teshik paypoqlar qo'shilgan. Bularni hammasini sizlarga ko'rsatishimdan oldin shu videoga like bosib, yangi kanalimga obuna bo'lib qo'ying. Bizlar shu video bilan 5000 ta obunachi yig'ishimiz kerak. Xo'p, maqsad ko'rsak, bugun biz teshik paypoq yangi versiyani o'rganamiz. Minecraft yangi o'rmon. Minecraft 1.22 yangilanishda yangi o'rmon qo'shildi. Bu o'rmon boshqa o'rmonlarga qaraganda ranglari kam va qo'rqinchli yaratilgan. Va eng qizig'i, bu yerda cho'chqa, sigir, qo'y, tovuq kabi nigerlar paydo bo'lmaydi. Demak, bu o'rmon keraksiz. Ovqat ham topilmaydi. Yana yetmaganiga Minecraftda kech tushsa o'rmon ichiga kirganingizda qo'rqinchli ovozlar ham kelib turadi. Bolalar, bu rangsiz bug' rangdagi o'rmonda orqangizda sizdan qarzini bir oydan beri ololmay yurgan do'stingiz bo'ladi. Bu hazil edi. Qarochi, Minecraftda yangi qo'shilgan qo'rqinchli mob, Kraken kalla. Bu turrancha boshqa maxluqlardan umuman farq qiladi. Masalan, sizga Krakenni umuman o'ldirib bo'lmaydi desam, ishonasizmi? Ishonmanglar, bu yolg'on xabar. Biz uni yengishimiz mumkin. Qachonki biz bu turranchani qayerdan jon olayotganini bilganimizda, bu katta o'rmon uning yuragi. Hayotgacha Krakenga bitta yaxshi xususiyati bor. Agarda u orqangizda bostirib kelayotganda unga qarasak, joyida ikkala qotib qoladi. Bu esa bizlarga qochishimizga yordam beradi. Ammo unda ko'zimizni olgan zahoti yana o'rtamizga kelishni boshlaydi. Bu turranchani boyayotganimdek o'ldirish qiyin. Hattoki uni Vardin, Blizzard, Golem, hattoki Dragon ham o'ldira olmaydi. Bu bobni miyasi ishlagan odam o'ldira oladi. Ya'ni Krakenni bu rangdagi o'rmon ichidagi daraxtlarda yuragi bo'ladi. Uni o'zini o'ldira olmaymiz. Qurol aslahalar uni tirnamaydi ham. Lekin o'rmondan uni yuragini topib chopsa, Kraken sinib ketadi. Eng qizig'i, Minecraftdagi qaroqchilar, ya'ni villagerlar Krakendan qo'rqishadi. Demak, villagerlarni ham duxini oladigan ham chiqibdi. Yana bitta gap, sizlarga Pale Garden biyomida uy qurishni maslahat bermayman. Chunki uy qurish uchun yaxshiroq joy topishim kerak. Stop. Mana bu dahshat joy ekan. Shu daraxtni ustida quraman. Let's go. Yes. Stop. Bu daraxt emas. What the fuck? Kraken haqida ma'lumotlar shu edi. Qisqa qilib aytganda, bu turrancha orqadan keladigan kirisa ekan. Struktura
mavzusini rangbar daraxtdan boshlasak. Bu daraxtni qancha urinsangiz ham yolg'iz o'stira olmaysiz. Uning oldida обязательно 3 ta urg'aymog'i bo'lishi kerak. Va daraxt xuddi Eiffel minorasidek juda tez o'sadi. 1.22 versiyada uy qurish uchun juda zo'r rangbar taxta va yog'ochlar keldi. Ya'ni yangilanishda yangi taxta, zina, 05 taxta, reshotka, eshikcha, eshik, tugmacha, bilmayman buni ismini, oyoq bilan bosqich strukturalari va shuningdek yozuv stoli qo'shilgan. Albatta bu hammasi emas. Bu mavzu bunaqa yorug'lik tezligida tugab qolmaydi. 1.22 yangilanishda rangbar o'tlar qo'shildi. Ya'ni blok oldiga o'tni qo'ysak, uning qo'shimcha o'tlari bloklarga o'tib ketadi va o'sib turadigan rangbar o't qo'shildi. Yangilanishda yangi rangbar kemalar ham qo'shilgan. Endi boshqa mavzuga o'tsak bo'ladi. Ya'ni kuni kecha mahallamizda yo'lida avariya bo'ldi. Bunga sabab yo'llarimiz tekisligidandir. Da hamma joy asfalt qilinganidan haydovchi zerikib, yama izlayman deb stolbaga tiqdi. Umuman boshqa mavzuga o'tib ketdik-a, esimdan chiqib ketdi uzr. Endi Minecraft poyezdlarining tezligi soniyasiga o'xshadi. Nihoyat Minecraftda katta yangilanish, poyezdlar tezlanishi. Biz buni ancha kutgan edik. To'g'risini aytsam, hech kim bilmasdi ham bu haqida. Qarochi, endi poyezdlar yurgan sari tezligi ortadi. Lekin siz 1.22 versiyaga kirib poyezdni xuddi shunaqa domaloq relsga qo'ysangiz, u oldingidek asta yuradi. Umuman tezlashmaydi ham. Bu poyezdda ham tezlashning o'zining siri bor. Lekin buni sizlarga aytmayman. Chunki sizlar hali ham shuncha mehnat qilgan videoimga like bosmadinglar. Ha, yana bir gap, shu videoimga 8000 ta like yig'ilsa, shu kanalimga yana boshqacha video chiqaraman. Va bu kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun shu kanalga obuna bo'lib qo'ying. Ha, aytgancha barchangizni yangi yil bilan tabriklayman. Buni biza nishonlashimiz kerak. Yo'q, bu nishonlash emas. Yana bir nishonlanadigan xabar. Mana shu kanalimizda hali hech qancha video bo'lmay turib 2000 ta obunachi yig'ildi. Biz buni ham nishonlashimiz kerak. Mavzuga qaytsak, X, Y plus moment. Bo'ya aytganimdek, poyezdlar o'zidan o'zi tez yurib qolmaydi. Biz chet yordamida Minecraft tezligini oshirishimiz kerak. Ya'ni aynan shu chet bilan Minecraft tezligini 500 ga oshirib qo'ysak, Minecraft sezilarli darajada tezlanadi. Bu tezlanish tabiat va hayvonlarga ta'sir qilmaydi va Minecraft poyezdlari tezlanishini ko'rishingiz mumkin. Esa bir qancha jetllar ustida poyezdlarni sinovdan o'tkazdim. Bu xaltacha sizga qo'shimcha joy qo'shib beradi. Ya'ni sizning inventaringiz to'lib qoldi. Bu xaltachaga esa olmush turli har xil narsalarni sola olasiz. Bu xaltachani rangini ham o'zgartira olasiz. Ya'ni versiyadagi xaltacha va rangni qo'ysangiz, o'sha qo'shgan rangi chiqib keladi. Lekin menga shu bu rang ham yoqdi. Xo'sh, Sonicga ham bir so'raylik-chi, Minecraftda yangi qo'shilgan xaltacha yoqibdimi? Sonic sizga Sonic? Bu xaltachani yasash ham juda oson. Sizga sigir va o'rgimchak kerak bo'ladi. Bu siz o'ylagan narsa emas. Sigirni o'ldirib terisini olasiz, o'rgimchakni ham o'ldirib to'rini olasiz. Verstakka to'r bilan terini birlashtirsak, xaltacha paydo bo'ladi. Xaltacha mavzusi juda qisqa bo'ldi, lekin bu xaltacha haqida ma'lumot men sizlarga iloji boricha qisqa qilib tushuntirishga harakat qildim. To'g'risini aytsam, o'zi boshqa ma'lumotni bilmasdim-ku. Va bu mavzulardan ham eng qizig'i 1.22 versiyadagi barcha qo'shiladigan narsalar haqida ma'lumot berib bo'libman. Demak, videoni tugatish vaqti keldi. Sizga 1.22 versiya yo'qdimi? Dunyo sir asrorlarga boy. Biz esa videoni oddiy tugatmaymiz. Sizningcha yer dumaloq shakldami?